Goddamn. Hammaga salom. Men Seromman. Oldingi jonli efirda aytganimdek, bugun biz jonli efirda ziyofat o'tkazamiz. Men va nihoyat ijaraga yashashni to'xtatdim va o'z uyimga ko'chib o'tdim. Tabriklaringiz uchun rahmat. Oldingi jonli efirimda uyimda ko'p mebellar yo'q edi va uyim bo'shdek tuyuldi va men yangi mebellar oldim. Hali hammasini joylashtirishga ulgurmadim, lekin nima bo'ldi? Oyoqcham tushib ketdimi? Rostdanmi? Men hech narsani sezganim yo'q. Hey, men hech narsani soxta qilmayapman. Albatta yo'q. Rostdanmi? Men hech narsani sezmadim. Nima bo'ldi? U yerda hech narsa yo'q. Ayiqcham tushib ketganga o'xshaydi. Rostini aytsam, men u bilan ko'p o'ynamaganman. Bo'ldi, to'xtating. Xo'sh, biz qayerda to'xtagan edik? Ha, men sizlarga xonani ko'rsatayotgan edim. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Xonam chiroyli, to'g'rimi? Xonam o'zimga juda yoqyapti. Yana qanday mebel sotib olsam bo'ladi? Ularda juda ko'p yoqimli narsalar bor. Ha, o'tgan hafta men ko'chirish xizmatini qidirayotgan edim. Va ular qanday chiqarishadi? Ruxsiz kunlarmi? O'sha kunlar ular 2 barobar qimmatroq edi. Men ularga biroz shikoyat qildim va xafa bo'ldim. Men ularga qo'ng'iroq qildim va biz kelisha olmadik. Ular go'shakni qo'yib qo'yishdi. Va men boshqa kompaniyalar bilan ham gaplashdim. Ular bilan ham kelisha olmadik. Ular juda qimmat. Hozircha hammasi yaxshi. Bu nima? Ajoyib. Santoki, menga yuborgan 300 ming sharingiz uchun rahmat. Ey Xudoy, men juda xursandman. Qoyil. Kimdir menga jonli efir qilishim kerakligini aytdi va bu omadli keldi. Haqiqatdan ham bu juda ajoyib. Rahmat. 30 ming sharlar uchun kattakon rahmat. Santoki. Siz juda yoqimlisiz. Sizga kattakon rahmat. Xo'sh, men hali yaxshi ko'rpa sotib olganim yo'q. Siz tufayli endi yangi ko'rpa sotib ola olaman. Menga yaxshi joylarni tavsiya eting. Kitob? Nima bo'lyapti? Men hech narsa qilmayapman. Qanday hazil? Rostdanmi? Bo'ldi, men bilan hazillashmanglar. Men qo'rqib ketyapman. Bir daqiqa kutib turing. Bu nima? Iltimos, shu yerda kutib turing. Men jonli efirni tugatishim kerak. Men shu yerda jonli efirni tugataman. Juda afsusdaman, lekin men juda qo'rqyapman. Men ketishim kerak deb o'ylayman va men hozir ketaman. Men Serimning uyiga boraman va u yer xavfsiz deb o'ylayman. Hammadan kechirim so'rayman. Ajoyib, bu juda ishonarli chiqdi. Ha, bu juda zo'r chiqdi. Ajoyib. Xo'sh, siz uni tomosha qildingizmi? Qanday ishonarli chiqdimi? Rostdanmi? Bu juda ham ajoyib. Men juda asabiylashdim. Ular payqab qolishadi deb o'yladim. Men juda ham ko'p mashq qildim. Shuning uchun bu yolg'onga o'xshab qolmadi. Bu haqiqatdek ko'rindi. Shunchalar yaxshi bo'ldimi?
Xo'p, men tez orada boraman u yerga. Albatta u yerda ham jonli efir yoqaman va men buni ajoyib qildim. Bu ajoyib bo'ladi. Qoyil, men buni ajoyib uddalabman. Endi bir ikkita rasmga olamiz. Yoqimli. Hammaga salom. Men Seromman.